Assalomu alaykum muhtaram mutasaddi tashkilot rahbarlari. Sizlarga qishlog'imiz aholisi nomidan murojaat qilyapmiz. Qishlog'imizda uzoq vaqtdan buyon sug'orish suvi tanqisligi kuzatilmoqda. Ekin yerlarimiz suvsiz qolgan. Bundan dehqonlik ishlarimiz jiddiy moddiy zarar ko'rmoqda. Qishlog'imiz fuqarolari tomonidan sug'orish suvi muammosi bilan tegishli tashkilotlarga murojaat bilan chiqqanda sug'orish suvi bilan ta'minlaymiz deb quruq va'dalar berishmoqda. Vaqtinchalik suv chiqarib berishmoqchi. Bu ahvol 3 yildan beri takrorlanib kelmoqda. May-iyun oylarida ariqda suv chiqib, Sug'd daryosi sathi ko'tarilib, Sharqobod suv olish inshootini yuvib ketyapti. Bu esa nafaqat hosildorlikka, balki aholi turmush darajasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sharqobod aholisi nomidan iltimos qilib qolamiz. Iltimos qilyapmizki, qishlog'imiz uchun sug'orish suvi masalasini o'rganib chiqishingiz, tegishli tashkilotlar orqali suv chiqarish ishlarini tashkil qilishingiz va bu orqali qishlog'imizdagi suv tanqisligini bartaraf etishga amaliy yordam ko'rsatishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum mutasaddi rahbarlar. Mana bizni yerimizni ko'rib turibsiz. Mana may oyi kirib keldi. Bizda suv tanqisligi uchun yerlarimiz sug'arganimiz yo'q hali. Shu suv tanqisligi mana qarang, bug'doylarni sarg'ayib ketgan. Biz bola chaqamizni shu orqali tirikchilikda shu orqali qilyapmiz. Ro'zg'orni shular dehqonchilik foydasi bilan tebratyapmiz. Biz bundan norma beramiz, nalik beramiz. Shularni chorasini bir ko'rib berishingizni so'raymiz sizlardan. Assalomu alaykum mutasaddi shaxslar. Shu biz qishloqda dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Bu yil makkani ekdik, suvdan qoldi, mana hali ham chiqqani yo'q. May oyi kirib keldi. Kartoshkani sotib oldik, urug'likni ekib qo'yganmiz. Suv yo'q. Nima qilishimizni bilmaymiz. 10 milliondan oshiq xarajat qilib qo'yganmiz. Urug'liklarni sotib oldik. Traktorlar bilan yerda haydadik. 10 milliondan oshiq rasxod qilganmiz. Nima qilishimizni bilmaymiz. Tirikchiligimiz shu dehqonchilikdan. Bola chaqani shu dehqonchilik bilan boqamiz. Sizlardan shu muammoyimizni yechib berishingizni so'rab qolamiz. Ariqlarimizda suv yo'q. Hormay tag'o. Salomat bo'ling, kavkajim. Nima ekdingiz bu yili? Bu hali hech narsa ekkanimiz yo'q bu yerda. Suv yo'q. Mana rang urib nima qilgan? Buni qarang, quritib suv yo'q oxir. Hech mana chang bo'lib yotibdi hamma joyi. Nima qilishni bilmayapti. Dehqonlar bu yil nima qiladi endi? Xudo biladi endi. Xo'p, mana may oyi kirib kelyapti. May oyida ham hali ham qora ekinlar ekilgani yo'q. Mana bugun deylik 1-may bo'lyapti, lekin suv tanqisligi tufayli mana yerlar bo'sh qolyapti. Mana shuncha deylik hosil beradigan hosildor yerlar bo'sh qolyapti. Bizga sug'orish suvi 2 yil, 3 yildan beri muammo bo'lib kelyapti. Bunga mas'ul shaxslar deylik bizlardan kelib hatto xabar olishgani yo'q. Nima qilyapsan deb so'rashgani yo'q. Bir dehqonni holidan so'raydigan kishi qolmagan hozir. Biz nima qilishni bilmaymiz. Urug'likni sotib olib qo'yganmiz 7 yil. Deylik 70 mingdan Tarex deylik makka jo'xori urug'ligini sotib olganmiz. Kartoshka mana bu yil ekamiz deb sotib olganmiz. Niyat qilamiz mana shu hosildor yerlarga ekamiz deb. Lekin suv yo'qligi tufayli mana hozir bo'sh qolgan. Na ekishni bilamiz, na deylik urug'ni sotishni yoki urug'likka ham kuyib qolyapmiz. Umrimizga ham kuyib qolyapmiz. Mana daromadimiz ham yo'q. Bizning asosiy daromadimiz mana shu yerdan bo'lganligi tufayli bola chaqamizni, bizning tumanimiz chegara hudud bo'lganligi tufayli biz mana necha yildan beri shukronalik bilan shu yerlarda ishlab bola chaqamizni boqib kelyapmiz. Mana 3 yildan beri deylik
bizni hududimizda Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholilar asosan deylik dehqonlar bu yerda istiqomat qiladi. Shuning uchun deylik shuncha aholi ishsiz qolyapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab shuncha yerlar bo'sh qolgan. U aholi urug'likka kuyib qolgan. Nima qilishni ham bilmay qolganmiz. Bizga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Bizni tinglayotgan yoki bizni deylik kuzatayotgan butun bir O'zbekiston aholisi mana bizga dardimizga sherik bo'lib maksimal darajada shu videoga tarqatishingizni va deylik tegishli joylarga yetib borishlari uchun hurmatli prezidentimiz ko'rishlari uchun mana shu videoni maksimal darajada tarqatishingizni so'raymiz, qo'llab-quvvatlashingizni. Mana ko'ryapsizlar qancha bug'doylar deylik sug'orish sezonidan qolgan. Mana daraxtlar bor, qancha mevali daraxtlar, ko'chatlar bor. Ekologiya vazirligidan ham so'rab qolamizki, bizga amaliy yordam berishlaringizni. Ariqda suv yo'q. Bugun boramiz, murojaat bilan tegishli deylik tashkilotlarning oldiga boramiz, hal qilib beramiz deb deylik bizga quruq va'dalar berishadi, lekin amalda hech qanday ish bajarilmagan. Mana deylik 3 yildan beri mana shu muammo bizni qiynab kelmoqda. Bu deylik Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholilar asosan bizni deylik ishchi korxona ishlab chiqarish, hech qanday ishlab chiqarish bo'lmaganligi tufayli asosiy daromad manbayimiz shu yerdan, ya'ni shu ekinlardan oladigan daromadimiz hisoblanadi.